Do'stlar, yaxshimisizlar? Yeshimlar oshpazlik keldi programmasiga kelganlar qarshi olamiz. Men Faxriddin ustam. Bugun oilada nima etaman deb ishni qilib o'tamdi. Amsa masalaga oilada ham oshxonaga tushadigan suyri lag'manning o'lchamlik it usulini sizlarga o'tib qo'yay. Do'stlar, amsa suyri lag'man kirgan materiallar bo'lsa, bizning eng muhim go'shtning noyati yumshoq yeri liji qismini ishlatamiz. Lekin g'o'l piyoz, so'ng piyoz, bizning pomidor, Çingse kışın kılır yapasınlar, kanı suyuldurdu. İsveylek belse kök kızılaza. Sürüse bulsa saytaylamaydı. Mesela yazlı günü bulsa çeyizim buludu, saykavasım buludu, sentezim buludu. Kışın kılır mesela yanıyor belse hem buldu. Sürüsenin bir alaylık bulsa saytaylamaydı. Kağıt pesildi bulsa şu pesilden çıkan şeyleri karab esandan ait muhabbetçidir. Sürüseyden to'g'ri usul bo'lsa, asal chetni hammasini dengiz shaklida to'g'raymiz, ushaq deymiz. Ushaq shaklda to'g'raymiz. Go'shtni boshlaylik. Go'shtning yo'li bo'yicha bitta to'g'rab, hamda danch to'g'raymiz, ushaqni danch to'g'raymiz. Tekshi, ha? O'xshashlamış bensaydim, noy tekshi. Buni danch to'g'raymiz. Mesela oilalarda shu bolalar lag'man yaxshi ko'rmaydi. Oshxonadan kim shu suyrusi omroq keldi. Oilda buni oddiy saylar bilan bu bolangiz o'qishib suyruq qilsangiz, deydi buni. Noy tekshi, chiroyli to'g'raymiz. Oshxonalarga shu tomoqning sutini ko'taradigan bir omil shu tomoqning tekshi to'g'rilashi. Bu muhim omil shu. Odatda oshxonalarda suyruq bilan lopez ayrımı. Lopezning seyini ham ushaq asos ham qo'shiladilar. Shu go'shtni ushaq, kök qizil laza andikin punktlar qo'yib beradi. Suyru seyning sey dalla chiqdi, sal yo'qroq bo'lgan qarag'oqda. Ikkisining farqi shu. Mush laz to'g'anda diqqat qilish bo'lsa, lazni hargiz besib urib to'g'amaymiz. Lazni o'zining tabiiy shakl bo'yicha nayt basmay, nayt akil to'g'raymiz. Va oshxon lazni urib to'g'an vaqtida lazning suyi chiqdi asallam. Bu yazık olur, laz asan küçük kesip bitdi. Şunun için mush laz to'g'anda ama lazni o'zining mush turqlar to'g'raymiz lazni. Pomidorni hamda buni mushaq to'g'raymiz. Odatda shu oshxonalarda pomidorning qiyami ishlatadi, shu ho'l pomidor ishlatadi. Biz bugun shu pomidorni ishlatdik, g'o'l piyoz. Endi oshxonalarda bosh piyoz ishlatadigan, men shu qo'rim tomoqlarga shu g'o'l piyoz, so'ng piyoz ishlatasiya qilman. G'o'l piyozningki mezlik piroq chiqadi. Biz bosh piyozni asosiy qiyma tomoqqa ishlatamiz. Bugun biz suyrusaga so'ng piyoz ishlatdik. Do'stlarimiz, saylam to'g'ri tayyor qildik. Bugungi saylar bo'lsa, oilada 3 odamga o'lchamlik to'g'an saylar bo'ldi. Endi bugun suyrusaga keladigan dardamalarni tanishib ketaylik. Avval sumay o'simlik meyi qichining eng tatlı chiqdi deb sizlarga tavsiya qildim. Lekin o'zimizning tuz, mavi lazqaqni biz o'zimizning ochiq lazdan, yarak lazdan, ancha rang lazdan, 3 xil lazdan tanishib qilgan qaq lazimiz. Bu lag'mansiyaga eng muhimi shu sumay qaq lazbek muhim. Lekin o'l zanjibil, o'qbusim bo'ladi, o'l busim samsaq, ochiq suv, jangyo, hojifin azroq aqmush. Bugun oila boshqa biz tuz bejing ishlatmadik. Şu dardamalardan biz ölçemlik bir sürüseyni qurib baqaylik. Biz avval mayni qo'yaylik, maydan aş oilalarga 3 kishlik 100 gramdan sal to'g'rak may qo'yamiz-da. Oshxonalar maylik qildi, oilalarda bo'lsa biz 100 gram atrofida may qo'ysak, o'shadan may muvofiq chiqadi. Avval qozonni qizdirib, mayni bir qurib tashib etib, keyin yana may qo'ysak, qiziq qozonga go'sht tushganda go'sht qozon chalib tushamaydi. Oilaydimi qozonni bir qizitib, azaq mayni qo'yib, yondirib o'tib, yana may qo'yib, qizitib go'sht saganda go'sht qozonga tushib chalib mana mayni qizitib oldik. Mayni endi go'sht solamiz. Bu go'sht qurish nihoyat muhim. Nemishga degani bu go'shtni qo'rib, go'sht oqagandan keyin, go'shtning suvi qochgandan keyin, aniq biz dardama salsak, keyin lag'ma yeganda, lag'mandagi go'shtning ta'mida nihoyat bir yaxshi ta'm bo'ladi. Go'sht ham qo'rgan vaqtda go'shtni yeganda ichidan bir go'shtning ta'mi chiqib qoldi. Shuni go'shtni bilan qo'rib, go'sht oqagandan keyin, aniq biz dardama salamiz. Mana go'shtimiz qo'rilib, mana
Mana rang süzüldü. Andın biz tuzdan 3 gram atıp çıkalım bize. Andikin biz bol piyaz. Andikin bağı bizimizden kaklarsın salayla biraz. Bunun bir yerim koş salayla. Bundan ko'ra bir lazdan keyin mana mayaga chalib qizil rangi chiqyapti-da. Ondan keyin biz o'zimizdan ozroq zanjibil silib buni qo'rib buni. Samsaqni ko'pincha tomlar keyin soladi. Samsaq maya solganda samsaqning ta'mi mayaga o'tib, lag'man texmi mezi piraq chiqadi. Buni isli piraq chiqdi mana. Ondan keyin shu pomidorni nurg'un ustamlar pomidorni keyin soladi. Lekin avval sağlıqda pomidorning o'sha mayda izlab, nay meztam chiqdi. Ani atraf bizimizdan keyin jon yo'sini qo'yaylik. Ham tamga, ham rangga foydasi bor. Ani kim shu soqqan bizniki hojifindan nay oz. Endi bu nay 1 gram atraf bo'lsa-mi bo'ladi. Endi taqmish atraf. Andikin bu sayısağa vaxtida ən avval bu tez pişdiğin sayısalımızda bu ben sayım var, hem de tez pişidi özüm var. Bunda bəsəyimi qoruldu, andikin çingin sayısalılar. Buna ait bir aşkanın isil bir suyu sayının kurak geldi bana. İslamda buna. Çünkü sayım korulup suyu çıkıp bunda pez oldu. Adırak ahırda biz lazım silip Mış lazım cik koruş kopmaydı. Lazım adatta hamdisin bolduğun sayı kaçka cik korubamız olunca. Ait bunu çalap koruptam lazım var. Hem sayım bu korup çıkan günde süpertek Türkam çıkdı. Ahırda sayımı korulup kaldı. Ahırda biz adrak açık su kazan çörüsünü koyuyorsak. Yani adrak yani samsak birimize. Bu frak çıkdı. Mana sayımız bu korulup az kaldı. Mana masayla bu korulup çıkdı. Amda bunun şorupumuz ama şorupa bek moyum. Arı soğuk su koymakla şorupa kaynak su koyacağına buludu. Qanday do'stlar, mana ko'rganlarmi? Mana söylesay. Yeganlar ko'rtamda, meni yeyib ketaman. Shunda o'xshaydi mana. Mana tayyor bo'ldi. Qaranglar, mana. Bular rangdan bo'lsa mana o'zinikini aytib bir to'g'ri bo'lsa, chiroyli bir sevib bo'ldi mana. Do'stlar, mana servisdan quroldik. Amsa davomli diqqatlanib shu ishlar aşpaz keldi, pronas bo'lsin. Men Faxri ustam. O'zinglarning qanday tamoq yaxshi ko'rsanglar, nimani yeganlar bo'lsa, inkaslarga yozib qo'yinglar. Hammamiz tanitaylik. Do'stlar, amsa kelashini ko'rishaylik.